3 kilo chaqaloqchamiz hozir 3 kiloyu 0,3 chiqyapti. Bularda kiyimlarni 200 gram olib tashlaydigan bo'lsak 2 kiloyu 800. Tug'ilgan paytida vesi 1 kilo 300 gramda tug'ilgan. Egizaklar bo'lishgan. Xo'p, hozir bu bolajonimiz 4 oylik. 4 oylik to'lgan. Bu bolada bir xilda yurakda muammo bo'ladi, o'pkasida muammo bo'ladi. Bu bolada yuraklarida hech qanday muammosi yo'q. Yuraklari yaxshi, hech qanaqa paroklar eshitmadim men. O'pkalari ham yaxshi, bronxlari ham yaxshi. Kasal bo'lmagan, lekin yaxshi o'xot qilinmagan. Oqsil yetishmovchiligi mana yaxshi o'ziga to'g'ri tushadigan smes berilmagan, shuning uchun ves deyarli olmagan. Smes hozir nechta ichyapti? 40 ta. 40 ta smes ichayotgan ekan, lekin bu bolaga normal smes berib veslarini yaxshi qilmasak, даже vitaminlar ham berish kerak. Vitamin bermasa